Dünya Uyghur Qurultayı Xalqaro Olimpik Komitetining Olimpik nizomnomasi xiloflik qilganligini ayblagan. Shundaqla ularning 2022-yillik qishliq Olimpikni Beyjingda o'tkazmaslik to'g'risidagi arz xatini Olimpik axloq komitetining raisi Ban Ki-moonning shaxsan o'zi ko'rib chiqishini talab qilgan. Dünya Uyghur Qurultayining bu chaqiriqi Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydek bir davlatda olimpik o'tkazish xalqaroda kuchli qarshilik uchrayotgan bir mazgilda e'lon qilindi. Dünya Uyghur Qurultayi o'tgan yil 8-oyda Xalqaro Olimpik Komiteti xat yozib, 2022-yillik qishliq Olimpikni Beyjingda o'tkazmaslikni, Xitoyning Uyg'urlar qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligiga oid dalil isbotlar borligini ko'rsatgan. Xalqaro Olimpik Komiteti ularning arziga to'g'ri muomala qilmagan bo'lib, ular bu yil fevralda Olimpik axloq komitetining raisi Ban Ki-moonga xat yozgan. Xitoyning jazo lagerida 5 oy o'qituvchi bo'lgan Sayragul Saudbay lagerdagi xo'rlash va bosqinchilik qilmishlarini oshkorlab zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. U Xitoy hukumatining Uyg'ur va qozoqlarga qaratilgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni fosh qilishdagi jasorati bilan 2019-yili Amerika Tashqi ishlar ministrligining Jasur ayollar mukofotining sohibi bo'lgan bo'lsa, bu navbat u yana Germaniyaning 2021-yillik Nuremberg kishilik huquq mukofotiga loyiq ko'rilgan. Germaniyaning 2021-yillik Nuremberg kishilik huquq mukofoti Shvetsiyada turishli qozoq lager shoidi Sayragul Saudbayga berilgan. Nuremberg shahar boshlig'i Markus König Saudbay Xitoydagi osonlik millat va diniy osonliklarning taqdirini aks ettiradigan vakil bo'lib, atalmış qayta tarbiyalash lageridagi vaziyat va Beyjingning g'arb demokratiyasini dunyoga ag'darishining uzun muddatli planini oshkorladi degan. Avstraliya ommaviy radio shirkati kishilik huquqqa daxl taruz qilish haqidagi arzdan topshirib olgandan keyin Xitoy televiziya kanallarining xabarlarini tarqatmaslikni qaror qildi. SBS bayonotchisi bayonotida mundaq dedi: Xitoy hukumat kanallarining xabarlarini tarqatmaymiz. Kishilik huquq tashkilotining arzi tekshirilyapti. SBS to'r bekitidagi dokladga qaraganda, Qo'g'dag'uchilar nomli ommaviy tashkilot kanalga kishilik huquqqa daxl taruz qilish to'g'risida xat yozgan. Mazkur tashkilotning SBSga yozgan xatida Markaziy televiziya stansiyasining 2013-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oralikda 56 odamni majburiy iqror qildirgan ko'rinishlarni ko'rsatganligi bildirilgan. O'tgan kunlarda Angliyami Xitoy davlat qo'llagan televiziya stansiyasining bu davlatdagi tarixdagi ijozatnomasini bekor qilgan edi. Orqadan Beyjing hukumati Sharq Turkistonga aloqador xabarlarni bahona qilib, BBCning anglitishlarni taqashni qaror qildi. Finlandiyaning shimolidagi Laplandning Kemijarvi shahri Xitoy hukumati mablag' solgan qutb tadqiqot o'rnining 2018-yil 1-oyda shahar aerodromini sotib olish yoki ijara berish taklifini rad qilganligini e'lon qildi. Lekin bu masala yaqinda matbuotda oshkorlangan. Finlandiya qurolli qismiga oldi bilan xabar qilgan shahar mas'ullari institutga buning mumkin bo'lmaydiganligini uqtirgan. Finlandiya armiyasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda talab qilingan aerodromning strategik muhim o'q chiqarish doirasiga yaqin ekanligi o'tirib qo'yilgan. Shuningdek, uni berish mumkin emas deb qaralgan. Onun üstüge 2020-yil oktyabrdan boshlab chet el mablag'ini cheklaydigan Yevropa ittifoqi qonun tuzumlari doirasida Xitoyning bundaq o'rnini ishlatish huquqiga erishish mumkin emas ekan. Amerika Davlat Ministerligining hujjatida Amerikaning Xitoy aqliy iqtidorli telefon ishlab chiqaruvchi Xiaomi'ga yurgizgan jazosining sababi oshkorlandi. Pan-texnik magnatining yuqori darajalik boshqaruvchilarining biri bo'lgan Li Junning Xitoy davlati bergan mukofot sababidan armiya bilan munosabatli shirkat sifatida ko'rsatilganligi va jazo tizimiga kirgizilganligini e'lon qildi. Wall Street gazetasiga xabarlarga qaraganda Xiaomi Washington rayonlik sud mahkamasiga Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi haqida sungan da'vosida o'tirib qo'yilgan hujjatlarni shirkatning bu tizimga kirishligi sabablarini yoritib bergan. O'tgan yili Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Xitoydagi eng chong aqliy iqtidorli telefon ishlab chiqaruvchilarning biri bo'lgan Xiaomi qatorliq 9 shirkatni armiya bilan munosabatli shirkatlar tizimiga kirgizgan.